Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxda Tracker 2 mashinasi 2019-yil 104 ming kilometr masofani bosib o'tgan Bella Jemsh rangda bo'ladi. Xo'p, mashinani balon holatlari yaxshi. Kraska holatlari keladigan bo'lsa, mashitda pitnosi bor ekan. Tonirovka ruxsatnomalari bor, beskulchovoy dostуп bor. Salon holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. 103903. Salon holatlari yaxshi turibdi. Mashin plastikda ozgina qiladigan ishi bor ekan. Xo'p, tashqi holatlar zo'r. Kamchilik ko'rmayapmiz. Tonirovka ruxsatnomalari bor, paklina propan bor. Orqa oldi bamferlarni yechtirib bir bo'yatib olsangiz yaxshi holatga keladi. Orqa oldi bamferlarda qiladigan ishlari bor ekan. Qolgan hamma joyi zo'r turibdi mashinani. Xo'p, texnik qiladigan ishlari yo'q. Oldiga yer laboyli qo'yilgan. Laboyda trashina bor ekan. Laboy ham alishtirib olsanglar yaxshi holatga keladi. Mashinani strashniy rasxodlari yo'q, yo'q, ozgina kosmetika qilinsa, mashina olov bo'ladi. Tonirovka ruxsatnomalarni olib, mashinani yaxshi haydashgan ekan. Pul zarur aka, arzonroq bo'lsa ham qo'yib yuboraman deyaptilar. Shikolat narxda bo'ldi bu mashina. $10,400. Kimga qiziq bo'lsa egalar nomerini qoldiraman. Telefon qilib baraka